Bir bola do'kon kassasidagi telefon budkasidan raqam terdim. Do'kon egasi qiziqib suhbatni tingladim. Xonim, men kambag'al bolaman. Maysazoringizni o'rib berish ishi bormi? Yo'q bolam. Menda allaqachon odam bor. Men hozirgi odamingizning yarim narxiga o'rib beraman. Uyingizni bepul supuraman ham. Yo'q bolam. Men hozirgi xizmatchimdan mamnunman. Bola tabassum bilan telefonni qo'ydi. Do'kon egasi unga yaqinlashdi. O'g'lim, bu qat'iyating menga yoqdi. Seni ishga olmoqchiman. Yo'q, rahmat, deb javob berdi bola. Nega? Axir sen hozir ish so'rayotganding-ku. Men faqat o'zimni sinab ko'rmoqchi edim. Men hozir o'sha ayolning maysazorini o'rayapman. Faqat o'zimning ish sifatimni bilmoqchi bo'ldim. Bugungi saboq ishingizni shunday mukammal bajaringki, hech kim sizni almashtira olmasin.